Shular bugun Andijon viloyati Chinoboy shaharchasiga Zoirbek ukamiz sexiga kelganmiz. Termopress uстановка qilib berdik. Hozir nalatkalarni qilib, urib, choklarni keltirib berdi. Aka yaqinroq olib kelingda. Mana Xudo xolasa aka choklari ko'rishinglar mumkin. Tiniq holatda. Shosasini ham tiniq, hech qanaqa perepati boshqasi yo'q. Kelishlari pashti laminatsiya bir-biriga kelib olgan. Zoirbek, qanaqa ekan termopress? Ko'nglingizdagidek bo'ldimi? Ko'nglimizdagiday bo'ldi aka, rahmat sizga ham Alloh rozi bo'lsin. Kutganimizga yarasha biz kutgandan ham a'lo darajada ekan. Apparatga gap bo'lishi mumkin emas. Uстановkada tushunmay qolgan joylaringiz bo'ldimi mana? Yo'q, hamma yo'g'i juda qulay ekan. Oldin termopressdan foydalanganmiz. Unda sal murakkabroq edi. Bu ancha qulay ekan. Tavsiya qilasiz ustalarga? Tavsiya qilamiz. Akamizga aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa uстановkalarni chiroyli qilib, bilmagan joylarini o'rgatib, o'zi xalq xizmatida inshaalloh. Bizga ham bebillar qachon nima maslahat so'rasak, qo'ldan kelgancha yordam beradi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar, pastda nomerlarimizni qoldiramiz. Hammaga rahmat.